Assalomu alaykum hammalaringizga hurmatli mehmonlarimiz. Agar ruxsat bersangiz, bugungi tug'ilgan kun sohibi bilan birgalikda hammalaringizni ko'chaga taklif qilaman. Maylimi? Mayli. Keling hammalarimiz ko'chaga. Mana yig'lay ko'rishim mumkin bacham. Aka keling. Sizga aytmasdan sizni bugungi shodona kuningiz bilan tabriklash maqsadida millionlab muxlislarni qalbiga kelayotgan mehribonlardan tabrik loyihasi sizni qarshisida turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shukona kuningiz muborak bo'lsin deb xohlaymiz. Agar ruxsat bersangiz, muharrarda hamma tug'ilgan kun sohibalariga beradigan savollarimizni bugun sizga ham bermoqchiman. Bugun xursandchilik kuningiz, shukronlar kuningiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuningiz, to'g'rimi? Bugungi mana shu shodona munosabati bilan mehribonlar tabrik loyihasi ijodkorlarini bugun sizni xonadoningizga kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizning qarshingizda turibmiz? Mikrofonimizga ruxsat bersangiz, o'zlaridan eshitamiz. Hamma savollarimizni bugun bu kishiga tayyorlaymiz, maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin to'g'risini aytsam, bilmasam 5 ta farzandim bor. Bilasamlikni aytib yurmaysizlar. Yig'lamaslik sharti bilan. 5 ta farzandim ham nima istasa bir-birini maslahat qiladi. Hammasi aniq birdasini aytolmayman, to'g'risini aytsam. Hammalari kelganmi bugun tug'ilgan kuningizga? Bittasi sal yo'qda, lekin qalbimiz bilan. Kimlar endi farzandlarni ismlaridan sanab beramiz, muharraba kattalardan boshlaymiz. Muhayyo, Nodirjon, Gulhayo, Mahliyo, Obirjon. Jami shu farzandlarimiz 5 ta. Endi bugungi mana shu xursandchilik kuningizga bizning komandamiz ijodkorlarini qaysi farzandingiz taklif qildi deb o'ylaysiz? Onajonlarni yaxshi ko'radi. Onajonlarga ko'proq e'tibor beradigan farzandingiz qaysi birlari? Bugun kelganlarmi yoki kelolmaganlarmi? Bilmadim, bir kundan afzal bo'lmayman bularni. Nima deydi-ku? Farzand eng oliy ne'matdir farzand. Farzand erur jismi joningga payvand. Farzand bilan qo'lur har kunning nomi, farzand bilan to'lur masjuding jomi deganlar bir faylasuf. Kechirasizlar adashtirgan bo'lsam, lekin nima deydi-ku? Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla, bezaklar chog'idir umr daftari. Men buni o'ylab qarasam, umr daftarimni shu 5 ta o'g'il qizim bilan bezabman. Endi qolganini beralarim bilan har bilan bezab turibman. Xudoga shukr. Allohimga beadad hamdu sanolar. Allohga shukr. Bugungi mana shu shukr kuningizga bizning jamoamiz a'zolari musofir yurgan farzandingiz Gulhayo boshchiligida barcha farzandlar taklif qilishgan bitta nazar taqdirlaymiz. Farzandlarni tayyorlagan syurprizlariga bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari, bugun onajonimizni shukrona kunlari, yaxshi kunlaridan bir kunlar. Bugungi mana shu shodona munosabat bilan biz farzandlar nomidan borib onajonimizni tabriklab, kayfiyatlarni ko'taringlar. Yaxshi ko'rsimiz aytinglar, ko'proq quvonch ulashinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz.
Biz farzandlarga duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa so'ldiraymiz. Mana shunaqa quvonch hamda kayfiyat ulashishdan charchamaymiz deb aytib farzandlarsiz. Xursandmisiz? Kayfiyatingiz ozgina ko'tardi Muharram opa. Nima gaplar bor farzandlaringizga? Farzandlarim dunyoda bo'lsin. Peshonamga baxt dunyo sog' salomat bo'lsin. Bolalarini baxt kamolini ko'rsin. Ular ko'rib, quvonib yuraylik. Dunyoning ezgu hamma yaxshi niyatlari shunaqa bo'lsin. Xudoyim ko'pni asrasin. Qatoriga mani ham asrasin. Qayerda bo'lmasin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Ana deydi doim bir baxt ochilsin. Ular baxtini ko'rib quvonib yuraylik. Allohim ya nafsini hammalarimiz ko'rmassin. Hammalarga rahmat. Ularga shukr. Qo'shimga yetib taqsimdaman. Hammalarga yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman, yaxshi ko'raman. Qarsaklarimiz yaqinlarga bildirgan traylerga biz farzandlar musofirchilikda bilamizmi, mehmondorchilikdami, qayerda bo'lsak ham onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari nevaralari. Xudo xohlasa, evalarga o'xshab totli bo'lsin deb. Uzoqdagi qizimizga olib kelmay bag'rimga Mayli, olib keling. Mana shu bolajonlarimizning hayotlari doimo shirin bo'lsin deb farzandlar tomonidan ajoyib shirlik tort olib kelganmiz. Ruxsatlaringizdan ushbu tortni ham Toshkentda sanab tabriklaymiz deb topshirib qo'yamiz. Mehmonlarimiz bizga yordam berishadi. Kelishdik. 1, 2, 3. Hozir bugun farzandlaringizga bergan ta'lim tarbiyalaringizni hammamizni oldimizda yana bir marta farzandlar isbotlashdi. Bularni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz, sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashash zavqimiz ortadi. Bugun ushbu xonadonimiz markazida Muhayyo onajonimizni shukrona yaxshi kunlardan bir kunlari. Ruxsat bersangiz birinchi so'z navbatini farzandlardan eshitamiz. Muhayyo bilan kimlar bugun? Muhayyo qizlari. Keling va assalomu alaykum. Sizlarni bugun ajoyib planlar bilan jannatingizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Onajon tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Yuzga kirib, sizlarga ishonganim, suyanganim. Sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Ana endi bitta qarzakcha qilamiz. Qarzak. Kedilar Nodira chaqirgan Nodira akani. Nodira keyin farzandlari Mahliyo qizdan tabrik so'zlari eshitamiz. Mahliyo qizlar, keling, assalomu alaykum. Ajoyib gaplardan bugun onajonimizni tabriklab qo'yamiz. Qaysi gaplar bilan bugun onajonimizga rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar. Onajon bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. 100 yoshga kiring. Har doim shunaqa xushchaqchaq, chiroyli onajonim bo'lib yuring. Boshimizga sog' bo'ling. Dadam bilan yaxshi hayot kechirib, chiroyli umr ko'ring, uzoq umr ko'ring. Boshimizga doim sog' salomat bo'ling. Sizlar hammangiz yaxshi ko'rasiz. Qarsakazlikmi sizni yaxshi ko'ramiz deb aytgan ajoyib yashar. Kenja farzandlar, Bobur keling. Sizdan ham ajoyib bilan jonimizni xursand qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat kattako. Onajon, tabriklayman. To'g'ri kuningiz bilan. Imzolashga keling. Har doim hammamizni nevaralaringiz boshimizga sog' bo'ling. Siz hammamizni yaxshi ko'rasiz. Tabriklayman. Alqishlar qo'yamiz. Boburga qachon uylantiramiz endi Muharram opa? Xudo xohlasa. Mayli. Sizlarmisiz? Hozir ikkamizga mana shu farzandlarimizni duo qilishda qancha qatalarimiz bular ham sizlarga mana shu kayfiyat hamda hech qachon charchamaydilar. Musofirlik turgan farzandingizga nima gaplarsiz bor? Nodira akani ham chaqirib bering. Iltimos, hurmatli mehmonlarimiz. Srochli ishlar bor ekan. Bebijon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 ga. Qarzaklar qo'yamiz.
Bilganim yo'qdi qachon. Rahmat. Shu fursatda ayrim sabablarga ko'ra kelolmagan turmushi to'g'ri naymagandan yaqinlashib kelayotgan tog'lardan tabriklaymiz. Ilohim oila a'zolari yaqinlariga doimo sog' omon bo'lsalar. Qanaqa o'zi istiqbol, qanaqa yerlar bo'lsa, mana shu naymaka bilan birgalikda oila a'zo bilan bir dasturxon atrofida. Biz esa jamoamiz a'zolari sizlarga xursandchilik kayfiyati ulashishdan hech qachon charchamaymiz. Nodir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mikrofonimizga ajabiyatlar bilan onajonimizni tabriklab qo'yamiz. Mikrofonimizga. Farqlaringiz yuzlaringiz sog' bo'linglar. Onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun Nodir aka. Har doim aytganmi o'zi? Janay. Men sizni yaxshi ko'raman. Hammamiz yaxshi ko'ramiz. Nodir aka, agar ruxsat bersangiz, kelinlardan ham tabrik so'zlar eshitamiz, maylimi? Marhamat, keting kelinlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Bir paytda xafa qilgan bo'lsam, kechiring. Dunyodagi eng yaxshi onajonsiz. Rahmat. Bugun ushbu xonadonimiz markazida Muharram onajonimizdan xursandchilik kunlari, tavbalik oyoqlari, yaxshi kunlardan bir kunlari hurmatli va aziz mehmonlarimizdan tabrik so'zlari eshitamiz. Kimlar kelishgan bo'lib, qarindoshlar, oila a'zolari, yaqinlar, qo'shnijonlarimiz assalomu alaykum hammalaringizga. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum. Opajon, kelgan mehmonjonlar, sizlar ham xush kelibsizlar bacham. Opajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bahor gullaridek bo'lib chehrangiz, hamisha ko'nglingiz quvonchga to'lsin. Men ham sizni chin dildan qutlab, uzoq umr sizga tilayman. Hamisha siz baquvvat bo'lib, sog' yurishingizga o'ylayman. Labingizdan kulgul, chehrangizdan tabassum arimasin. Har doim eng yomon kuningiz qutlayilsin. Yaxshi kunlar yor bo'lsin. Urush haqqa Obirjonga yaxshi kelin tushsin. Ko'payib kunaring ilohim. Opajon, men sizni yaxshi ko'raman. Oila a'zolari nomidan yana bir bor tabriklayman. Hurmatli chehrangiz hamisha quvonchga to'lsin. Umringizda oddiy farzandli yutsin. Ammo bahor kabi qisqa bo'lmasin. Bahor yashamoqda sizdan ekansiz. Doimo o'zingizga, bolalarni baxtiga, kamolini ko'rib sog' salomat yuring. Nijoq kasal bo'ling. Ilohim. Aytganingizni. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar ilohim. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kiring. Asachaliqamiz barcha yaqinlarimizni bildirgan ajoyiblar. Hozir telefon orqali musobaqaga yurgan farzandlari Gulxoya bilan internet orqali bog'landik. Ruxsat bersangiz bu kishidan ham. Assalomu alaykum. Qarang, manzilni adashmadikmi Gulxoya? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaxshimisizlar? Onajonim, o'rgatdim. Bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'ling. Rahmat. Dunyodan bunchalik kasal bo'lmang. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun Gulxoya. Eshitdingmi? Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun? Sizni juda yaxshi ko'raman, dim yaxshi ko'raman. Bitta qarsakcha olib qo'yamiz. Sizga ham jamoamiz a'zolari nomidan o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizlar uchun yaqin bo'lgan oila a'zolaridan mana shunaqa mehr e'tibor ulashishdan charchamanglar. Qayerda bo'lsangiz ham doimo sog' salomat yurishga majbursiz. Katta rahmat. Biz bilan alohida qolib bitta qarsakcha olib qo'yamiz. Opajonlarni bizlarda ajoyib bildirgan niyatlarga. Onajonimiz bahor faslida doimo ochilib yursinlar deb barcha farzandlar nomidan ajoyib chiroyli guldastok kiyamiz. Ushbu guldastamizni farzandlar nomidan guldiroz qarsaklar bilan Muharram onajonimizga topshirib qo'yamiz.
kelinglar. Hammadan bugun tabut so'zini eshitamiz. To'y ertalabgacha bo'ladi bugun. Keling, assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana bugun kelinni tug'ilgan kunlari ekan. Tug'ilgan kunlarini barchalarni tabriklayman. Dunyo turguncha turing. Hammalar bo'lishgan hamma ham salomat bo'ling. Sizni ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Mana tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Qarsak chalib qo'yamiz. Assalomu alaykum hammaga. Ammajonim, mehribonim. Meni qo'llab-quvvatlaguvchi tangdagi jonim, qadrligim va bunga hammasiga arziguligim. Sizni tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Ilohim dunyo turguncha turing. Qo'llaringizda bizani baxtimizga sog' salomat bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'raman. Mana olqishlab qo'yamiz. Assalomu alaykum. Ammajonim tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yuz yoshlarga kirdik. Farzandlaringiz xursand bo'lsin, sog' bo'ling. Barchani nabiralaringizni baxti-kamolini ko'ring. Kasal bo'lmang, doim xursand bo'lib, o'rnimizga quvvat. Sizni juda yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Keling, nevalar bo'lsin? Nevalar. Mayli. Assalomu alaykum. To'yimizdaga kirdiling to'y. Akamjonlar bor, yenggachalar. Lekin bunaqa ko'rganlar mingtasini ko'rishibdi. Rahmat. Hozir aytganimizdek mana shu farzandlarni duo qilishdan charchamasalarimiz bilaman sizlarga mana shu asr turaylik. Mana shunda quvonch hamda kayfiyat ulashdan hech qachon charchamayman. Hech kim qolib ketmaydi, hurmatli vaziyat bilanimizdan. Bizga ketgandan keyin gap so'z bo'lmasin, bizga so'z bermadi. Mayli. Muhtaram bugungi xursandchilik kunida kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida ikkita ajoyib ayiq polvonlarimizni olib kelganmiz. Bugun Qaysa shunaqa siz boshligingizda raqsga tushamiz. Mazkur hammalaringizni Muharram opa boshligida raqsga taklif qilib qolamiz.